بسم الله الرحمن الرحيم. Har bir yigitni, er kishini Alloh fayzi barakasini bersin. Lekin fayzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Albatta bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Qanchalik beparvo ularni mensimay, men boqvonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lardinglar deyib yuboradiganlar bor. Bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasb-i korda fayzimiz, barakatimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa 7 marotaba yuvib, e'tibor, pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza, pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovvul qilsa, dili ravshanlashadi, aql ziyraklashadi, ko'z o'tkirlashadi. Ko'cha-ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni er o'zi maqtanib qopti. Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman-a. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi. Deganda xotinlar aytdiki, er, bu meni xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilatni. Bo'pti dedi, ayol e'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi, bo'lmasam-da artib ovqat suzib berurdi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham bee'tibor bo'ldi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqazadigan bo'lib, g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mendagi xislat, fazilat, baraka, zehn o'tkirliklari u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Ayol aytdi, Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni, bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannati bo'laman dedi ayol. Iloyim har kimga ana shunday umr yo'ldoshlarini Alloh ato etsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarib, baxtli saodatli bo'lsin.